Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Mana bizni 4 xil banan, ikki dona papaya oldik. Ko'chatlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa videoni kuzatinglar, biz hammasini bilan tanishtirib o'tamiz. O'zimni bananlarimni tanishtiraman. Bu bananlar 2 metrdan oshiqroqda meva qiladi. So'rtagim 5 metr bo'lsa, 5 metrdan 5 metrgacha chiqib ketadi baki. Bu katta uzun bananlardan. Xo'p, mana bu banan bo'lsa, bu bananni oldim, 3 ta dona berib yubordi. 2 ta oldim 50 mingdan, 3 ta qilib berdi. Akamizga rahmat katta. Bu bananimizni 2 metrda meva qiladi yonidan. Unaqa baland bo'lib ketmaydi bu banan, 2 metrda meva qiladi. Mana bularimiz aziz do'stlar, mana papaya ko'chati bitta emas, mana 2 dona. Bu Navoiydan keldi. Shuni hisobiga baklari jicha so'lib, jicha qiylanib qolgan ekan. Suv quydim, o'ziga keldi. Demoqchi bo'lganim, Navoiydan olib keltirdim. Yaxshi zo'r keldi mana. Xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, ko'chatlar zo'r. Katta tuvakka oldim. Mana bu tuvakda edi ekan. Katta tuvakka oldim. Endi buni yerga eksam katta bo'lib ketib qoladi, eplana olmay qolaman. Meni parnigim hali mana bu holatda, buni o'rash uchun mablag' kerak. Hozircha biz bularni uyda voyaga kirib turamiz. 4 oyda 6 oyda mevaga kirar ekan papaya. Mana bu bananimiz 3 ta dona berib yuboribdi. U 2 metrda meva qiladigan. Mana bu super karli kivi. Undan 250 ming deydi, ko'chatini ololmadim. 3 ta dona kichkina ko'chat berib yuboribdi. Aziz do'stlar, mana bu qizil banan. Qizil meva qiladigan qizil banan. Bunimizni mana ekib qo'ydik. Xudo xolasa suv quyib tursak, juda ham zo'r o'rnashib, yaxshi katta bo'lib qoladi. Qishda buni kesamiz. Qishda kessak, tagidan o'nlab ko'pgina bo'lib chiqadi. Xuddi mana bu bananni singari men bitta dona ekkanman. Bitta dona ekdim, tagidan nechta bo'lib chiqyapti mana. Sanasanglar, bitta 2 chiqibdi, o'sha 9 ta, 10 ta bo'lib chiqibdi. O'sha bitta banan ko'chatimiz 10 ta dona bo'libdi. Shuni singari bu bananlardan shuni singari o'saveradi. Hozir ekdik, bu tez amal olib ketadi yerda, shuning uchun yerga ekdim. Maqsad ko'chatni yo'qotib olmaslik. Aziz do'stlar, mana bu moviy banan. Mana ko'ryapsizlar, bakining orqasi oq. Aylari ham oq. Bu meva beradigan ko'chat. Meva beradigan. Mana bular endi sinib qolgan ekan, bakini uzib yubordim. Manadan qaytadan o'sadi. Bu karli kivi 3 ta bergandi. Sheriklari mana bitta, bu 2 ta, tuvadagi bilan 3 ta. Bu bananimiz 2 metr bo'lib meva qiladi. Bu bananimiz oddiy hisoblanadi. Qizil, ko'k, yashil emas. Shuning uchun sariq oddiy banan bular. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizni banancha hali karli kivi, super karli kivini ko'chati. Ko'rib turganingizdek, super karli kivini ko'chati. Mana yana bitta ko'chat. Mana bu ko'chat tomiri yaxshi, xudo xolasa o'sib ketadi. Mana bu joyda yana bitta chiqaryapti ekan, mana yana bitta chiqaryapti ekan. O'sha mashina o'zi 3 ta bo'lar ekan. Shuni o'zi 3 ta bo'lib o'sar ekan. Qarang, ko'ramiz. Nima bo'ladi? Ko'ryapsizlar, yerga eksanglar. Birov ko'rmaydi, bosib olib o'ltirib qo'yishi ham mumkin. Uni sekin shashilmasdan chiroyli qilib ko'mib ekamiz endi. Ekan. Go'ngga ekib turib bergan ekan. Go'ng ham живой go'ngga o'xshayapti mana. Endi demoqchi bo'lganim, bu quritib qo'yishi aniqroqda bu. Shuni hisobiga men yerga olib qo'ydim. Banan suv bilan bo'ladi. 90% suv bilan bo'ladi banan. U degani
bananga suvli joyga ekish juda zarur. Mana aziz do'stlar, ekib qo'ydik. Ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham kichkina. Va ko'rsatib boraman. Xudo xolasa kattayganini. 3 santimetr keladi bo'yi. Akamizga rahmat. 250 mingga super kallikvi ololmayman desam, mana shuni jo'natibdi. Bitta, ikkita, mana bu bilan 3 ta super kallikvi. Bular 1 metr bo'ladi, 80 santimetr yo 1 metr bo'ladi, meva qiladi bular. Shunaqa banan bular. Mincha meva bo'ladi. Yo'g'onligi banandaqa yo'g'on bo'ladi, lekin mevasi kichkina bo'ladi. Mana mashincha bo'ladi.